Yaxshilab eshitaylik. Kofirlar nima qilyapti? Bugungi kunimizda, yaqin mana shu asrda kofirlar nima qildi? Sizlarga qisqacha qilib aytib beraman. Kofirlar Afg'onistonda xalq qiqirdi. Iroqda sunniy olib, shiyani qo'yib, hozirgi kunda xalqni ezyapti. Yamanda ocharchilik bo'lyapti. Birmada musulmonlarni qo'ydek so'yyapti. Kashmirda uylarni buzyapti. Shomda xalq ustidan bombalarni yog'diryapti. Falastinda musulmonlar yerini tortib olib, kerak bo'lsa namoz o'qitmayapti. Misrda qoriyalarni osyapti. Saudiyada Allohning Ka'basi bor shaharda kazinolarni ochib, ayollarni buzyapti. Xitoyda millionlab mana bu turkistonliklarni go'shini yeyapti. Fransiyada nabiyimizni yermaylyapti. O'zbekistonda so'kyapti. Yana nima kerak? Bizga yana nima ogohlantirish kerak? Qachongacha musulmonlar bir-birini terrorist deb yuradi? Kofirlar emas. Musulmonlar bir-birini terrorist deb yuradi. Ahlingni himoya qilib chiqsang terroristsan. Yeringni himoya qilib chiqsang terroristsan. Alloh uchun chiqsang-ku avlo terroristsan. Kerak bo'lsa seni uyingda topib o'ldirishadi. Mana bunga musulmonlar yordam beradi. Ey musulmonlarning ommasi, ey musulmonlarning ommasi, "Walan tarda ankal yahud va lan nasara hatta tattabi'a millatahum." Sizlardan yahud va nasara hech qachon rozi bo'lmaydi, to ularning millatiga ergashmaguningizcha. Qul inna hudallohi huval huda. Biz aytamizki, albatta Allohning hidoyati haqiqiy hidoyat. Biz bunga ergashmaymiz. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilm ma laka min Allohi min waliyyin wala nasir. Agar senga mana shu hidoyat haqiqiy hidoyat degan ilmi kelgandan keyin ham ularni mana bu havoyi nafsga ergashadigan bo'lsang, seni Allohdan qutqaruvchi do'st ham yo'q, yordamchi ham yo'q.